Dona qizim. Hech olmadimi oyi? Ha, aytgancha. Ana Sorani eshitdingmi? Necha yil deganda endi o'qishga kiribdi. Yo'q. Siz kimdan eshitdingiz? Ha, ana qo'shnilardan eshitdim. Mayli, yaxshi. Ha, ana qo'shnimiz bor, Zuhra opa. O'shani kelini tikuv sexda birga ishlashar ekan. O'sha aytib qoldi. Zuhra ham og'zidan bol topib Sorani maqtadi. Bir oilani gullatadigan qiz. Sexda ham obro'si baland deydi. Kasodga uchraydigan bir sexni yoshgina boshi bilan oyoqqa turg'izdi deydi. Shunaqa. Bilmasam, oyi. Mayli. O'qishga kirgan bo'lsa, omadini bersin. U uchun xursandman. Yaqinda dadasi ham qamoqdan chiqar ekanmish. Yaxshi. Sora uchun xursandman. Oyijon, yo'qsa qo'ying. Xo'p, qizim. Voy, o'zim. Sochlar. Bo'l. Voy, sochlaringizdan